Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Firga Sulton. Bolalar, bu videoda biz Dark Riddle o'yinini o'ynaymiz. Bu o'yin salom qo'shni o'yinini parodiyasi desa ham bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu personaj qo'shnimiz rolida bo'ladi. Mana shu qo'shnimizni, короче, hozir kiyim tanlab olamiz mana shu qo'shnimizga. Qaysi kiyimni qilaylik? Men bu o'yinni modini tortdim. Oldin u samuray bilan o'ynaymizmi? Давайте, samuray qildik. Qo'shnidan samuray yuradi. Samuray deyveraylik endi. Samuray haqiqiy odam bo'lmaydi-da, o'zi sayrali bo'ladi bolalar. Hozir o'yinni ko'rasizlar, ko'rsataman. Mana uni bazasi. Mana hozir qisqichbaqa bo'ladi, qarab ko'rasizlar. Mana kelayotganimiz personajimiz mana shu bola. Videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar bolalar. Bunaqa o'yinlar juda ham ko'p chiqadi. Bizda shaharchamiz. Shaharda ham mana короче, men bu o'yinda hamma odamning sirini ochib chiqishim kerak bo'ladi mana shu shaharda. Bo'ldi, ko'p narsa aytib yubordim-a. Sal qiziq qolsin o'yinda. Xo'p. Yopiq ekan. Birinchi marta o'ynaganimda ko'rsataman sizlarga bolalar, o'zimni to'g'ri. Yemada gapday. Samuray qayerda ekan endi samuraychik. Dronni olishimiz kerak bo'lib hozir. Qo'shnimiz videoda samuray skini ko'rinmas ekan. Ko'rib turinglar. O'zi sayrali bilinib qoldi shu joyda. Bola ko'rib qoldi. Endi hozir mana shu uyga o'rganish uchun kirishga reja qildi-da bu bola. Mana shu rejasini bajarishimiz kerak biz. Yo-mayo. Hozir qishda o'zi bahor bo'ldi-yu, hali yangilanmabdi. Qishga qaranglar, o'yin polniy qor. Mana kalit, hozir chiqib qoladi qo'shni. Maytda. Ko'rib qoldi. Endi qochish kerak onasini ham. Ochildi. Mana samuray. Samuray. Xo'p. Jonxonning yoniga boraylik-chi. Magazinga. Magazinimiz. Wow. Hello. Sakrasa ovoz yomon joy chiqyapti. RP'ga o'xshagan narsamikin bu? Yo-mayo. Sen talimi to'g'ri tushunasizlar endi. Xo'p. Знакомство с Мэри. Uni semiz qiz bilan uchrashishimiz kerak. Tanishishimiz kerak, to'g'ri. Mana shu bilan. Mana u bilan tanishsa emasmi deya. Yo-mayo. Mishqqa o'xshar ekan basharasi. Ro'zoy. Qarama. Bu mana Melisan qari. Poylashni qaranglar bu roni. Işte qo'shnini garaji bu. Birovning poylab kelyapti. Voy, quvlataylikmi bolalar?
Merin yoniga kim boraveramiz. Oppa, qoch endi. Quvlaydi bezor qilib odamni. O, kelyapti ana. Tezroq. Yaxshi. Magazinga kirib turib оружияларdan mayda narsa yo'qmikan? Papa. Nima bo'ladi? Batareya yo'qdan uni olsak to'g'rimi? Batareya mana to'g'ri ekan. Xo'p, mashinadan bitta batareya olib turib, endi оружиyadan mana uni olamiz. Hop, bir qo'lga olib turib, net batareyki ko'rib oldi. Yetib oldi-yu, qochmoqchi edik. Hozir yana shu joyga yetib kelaman baribir. Valla mana yangi naqa oldik qurol. Tuxum otar ekan. Batareya o'tdi bunga. Mana. To'ldi quvvati. Xolam chiylik. Onasini yemsan. Mana. Keyingi qismda qaysi uyda sirini ochaylik bolalar. Mana mishiqli uydimi yoki mana usunli Peterda xolasini uyini emmayur. Peterda uyini sirini ochaylikmi yoki mana Madam Agatanimi? Mishiq boqadigan xola. Aytmas mana Merin yoniga kelishimiz kerak edi sizroq. Nima? Came here. Hoppa. Qichirlayapti. Ko'rib qolgan ekan bu. Shu narsani. Let's go. Ketdi deyapti, ketdi. Mana o'lyapti bu. Qantini qaranglar buni. Shunday so'rib turibdi qizi. O'xshamadimi? Mana chiqib uydan samuray bey. Qilich qaranglar qo'lidagi. Ketib olsin. Kelganda eshik ochiladi. Xo'p, garajni kodi mana xolodilnikka so'raling, garajni kodi bor. Bu kod nimaga kerakligini hozir ko'rsataman. 512. Mayda eshik bor. Shu kod ochib turib 512. Hozir mayda ochsamiz. Ochildi. Найди способ открыть тайный вход под машину. Ваш тайе kirish uchun topish kerak dedi. Bu qarab turinglar hozir. Qolmas. Yo'q. Qandini qaranglar buni. Yes. Ertaroq so'masmidi shu ishni? Cool. Qanding zo'r ekan lekin. Shish kerak. Нужно включить kompyuter. Xo'p, mana simib aytib ketganmi, qamiz? Ha, mana. Ha, tapay deyapti. YouTube qo'ydi-yu. Сломать kompyuter dedi. Hop. Bizlar yo'qotishimiz kerakmi? Chiqib Mash o'yinlarni shuni yomon ko'raman. Shit. O'zgina qo'llarsa narsa ham o'tayotgan qiziq.
eng ko'p pul detallarga topilgan. Qani yana chiqdingmi? Mana ko'p turdi, mana ko'p turdi. Bo'ldi. Qolib ketdi narsa ham o'tibdi ular. Shunday boshqa taqilgan narsa. Ko'rib turibsizlarmi? Qaranglar, mana shu qisqish baqa bo'ladi-da. Mana shu qo'shnining haqiqiysi podvallar. Tushunmadilar shekilli. O'ylayman. Mana yerdan o'tish kerak hozir. Tepaga qo'shni ko'rib qoldim yerini, olib ketdi. Samuraydek. Taniydi. Biz maytdan ketishimiz kerak endi. Endi bunday qilib bersak u tarafga boradi. Mo'la. Orqa qaytib chiqsak bo'ladi-da, qaranglar. Bersak endi shamol but'i. Bo'lmay qolibdi. Ketdi endi. Hoppa. Mana olib maytga qo'yish kerak. Bo'ldi. Ochishdi. Oddiy podvalni ko'rib chiqdikmi? Bo'ldimi? Uyga seyfiga tushdik ular. Qo'shni yo'qmi shunda endi uyda? Ancha bo'lyapti-da. O'ynamaganimga. Yopilib qoldi qopqog'i. Yopilmabdi. Mr. Branchi. Buni ham yangilashib shekilli. Yo, mana shu umida bo'ladi. Ishqilib. Yana boshdan boshlash kerak emasmikan? Ya, bo'ldi. Qo'shni yo'q. Birinchisi Odam soседа. Ko'rdi. Soседа meni ko'rdi. Pronikli dom soседа dedi. Hozir buni uyiga kirishimiz kerak. Nimadirlar o'zgarganmikin, ha? Anchadan beri kirmadim. Возьми серебряный ключ. Buni olganmiz. Hozir serverni ключ chiqdi ekan endi. Mana shumi? Bu mayta paskaskani olaylik. Serverni ключ находится на чердаке. Чердак. Mana cherdakka chiqdik. Mana. Oppa, nima yurt kelyapti-kan. Sal qoldi. Xo'p, открой серебряный замок. Serverni zamok xitalik esinda menimcha. Pastami bu? Pastga tushyaptimi? Mana xonada emasmish qilib. Xo'p, mana ular maytlarda hech narsa yo'qmikan? Buni tashlab olma, bu kerak bo'ladi. Oppa. Nima yur?
Yo'q, mayo, o'sha oldi. Deganimda, nima qilib qochib ketamiz? Menimcha nima qilish esimda. Korobka bilan sindirsa emasmikan? Opasini yemsin. Bag'dan emas, mana qilishdi. Tom davasmish qilib bu hozir. Yo'q, Tom davas ekan. Robot otdimi? Vay dali. Mana ne qilish kerak? Opasini yemsin. Masalan. Yo'qotdan u. Xacha. Hali narsa olib kelish kerak shekilli, baribir narsa qilib. Kalitni qayerga qoldirdim? Sosed deganni qamalib pop shekilli shu joyda. Samuraychiga yomon abjir chiqdi. Opayni. Vayda. Yomon ko'p ushadi-ya. Mana ne qilaylik? Tugab qoldimi demoqchi edim hali. Figa. Qatashadim. Mana. Assalomualaikum. Mana narsa menda bor-ku, nima boshqa narsalar bor yuribdi. Nima shuni insinlar. Mana shu narsalar bor, mana shu narsani oqtarish uchun edi. Hozir menga kirib turib, buni bitta yoqib turib, bitta otsam bo'ldi-edi. Xo'p, endi men telefonda 4596 ni eslab qolishsak bo'ldi-edi. Opa ayni. Kelib qo'ygan joyini qaranglar. 4596. Xo'p, mana shuni tipda tersak 4596. Bo'ldi, ochildi, go, ketdik pastga. Mana shu o'yinni boshdan oxirigacha tushunmagan bo'lsalaring, bolalar yozsalaring, o'rgatib qo'yaman bemalol. Mustavoslar ko'rsatyapti, xolos nima bo'lishini. Mana meri yo'q ketyapti portalga.
Bizdan partaga kirishimiz kerak qasdanda. Aylarni boshdan oqtarib chiqamiz. Bolalar birinchi qism tugadi, ikkinchi qismda shu portalga kiraman bolalar. Hozir orqadan qo'shnidan kirib keladi. Ama o kamazning ustida. Men o'ynagan paytda anu xaritasi bo'lganda bash podvalida xaritasi bo'lganda. Opayning mayr ko'rdiyam. Yo'q, qatib qoldim ozginaga. Mana shu uchib yurgan narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Kod. Кто-то шел в подвал. 3606. Böyle qo'shni kirdi. Qo'yalım bolalar, videoni ikkinchi qismida olamiz. Mana uni o'chirish kerak hozir endi. Qana ochildi. Opasini yemsan, maytdagi nima borligini. Pastga ham sho'maydi suvda, evet. Короче, ikkingisini olamiz. Xo'p, mana uni universal zaполнен deyapti. Buni tashlab yuborish. Ko'rganlaringizga hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Ana shu topdi. Tugadi.